Xo'p, endi sizlardan 2025-yil may oyida tushgan savolni ko'rib chiqamiz. Demak, xo'sh. Piece of string. String degan ip. Ip bo'lagi with length 108 inch. Demak, 108 inchlik, ya'ni 108 inchlik ipning bo'lagi cut into two parts. Demak, ikkita qismga bo'linadi. Demak, mana bunday ipning bo'lagi bo'lsa, buni jami uzunligi 108 ekan. Xo'p, endi bu ikkita qismga bo'linadi. Misol uchun mana buncha bo'ladi. One part has a length x. Demak, bitta qismning uzunligi x. Hop. Va other part has a length y. Ikkinchi qismning uzunligi y. Hop. Value of x. X ning qiymati, demak x ning qiymati 8 more. More degani ko'p. Nimadan? 4 times value of y. Demak, 4 times degan 4 marta katta. Y ning qiymati. Demak, y ning qiymatini 4 ga ko'paytirib 8 ga qo'ysam, bu x ga teng ekan. Mana x ning qiymati buni y ning 4 martasidan 8 ga ko'paygan. Hop, nima qiymati? X ni topyapti. Hop, demak, endi nima bilaman? Ya'ni jami ipning uzunligi x ga y ni qo'shsam, necha? 108. Ana, endi x o'rniga buni olib qo'ysam bo'ladi. Hop, x o'rniga 4x plus 8 qo'shilgan y teng 108. Hop, 8 dan yo'qoldim. Y mana y 5y teng 100. Va bu yerdan y topsam 20. Ana y chiqdi. Hali javob chiqqani yo'q. Bizlar mana so'ragan x so'ragan. Hop, x topish uchun mana bu joyga qo'yaman. Demak, 4 ga ko'paytirsam 4 kara 20 8 88 degan javob chiqadi. D javob. Hop, juda oson misollarni ishlatish yo'lini o'tkazib yubormaslik uchun